Farg'onamizda ham va nihoyat qor yog'di. Mazza qilib bolalar o'ynayapti. Bu ham hech narsa emas. Qishda kunida endi Rossiyaga borib pul topish shart emas. O'zbekiston sharoitida oyiga kamida 20 million pul topsangiz bo'ladi. Agar yozda kunida bo'lsa 30 milliondan yuqorilashib ketaverar ekan. Bu nima biznes deganlarga ichkarini ko'rsatamiz. Do'stlar, faqat bu yerda mehnat orqasidan shuncha pul topyapti ekan. Bitta ko'rasizlar, maza qilasizlar. Atrofga qaranglar, manzara juda ham chiroyli. Asosiysi 3 sotik ekan bu yerdan oyiga qish kunida 20 million so'm daromad topyapti ekan. Qaranglar, eng zo'r tomoni o'zingizni uyingizda bemalol shu biznesni qilib pul topsangiz bo'ladi. Agar shu biznes kimgadir qiziq bo'lsa, bir dona ko'chati 4000 so'm ekan donaga. Agar qulpini o'zini sotib oladigan bo'lsangiz, 200 ming so'mdan 250 ming so'mga qarab ketaverar ekan. Narxlar juda ham qimmat, bilib turganlaringda buni mehnat oson bo'lmaydi. Buni supermarketchilar ham talashib ochlikda olar ekan. Qaranglar, qish kunida bemalol 20 million so'm topsangiz bo'ladi 3 sotikdan. Ya'ni bu yerda 5 xil sorti bor ekan. Kimga shu biznes qiziq bo'lsa, ekran pastida nomerlar bo'ladi, bemalol bog'lana olasiz, ta'mi ham mazza ekan.